Hammaga assalomu alaykum. Yakshanba kunimni mini vlog. Muzdek toza havodan nafas olib, zavtrak tayyorlashni boshladim. Yakshanba kunini juda boshqacha kutamiz, chunki adamiz bilan nonushta qilamiz. Ba'zida Finlandiyada yashash zerikarli degan gaplarni eshitib qolaman. Men bu gapga qo'shilmayman, chunki Finlandiya juda ham rejali yashashni talab qiladigan davlat. Faqat Finlandiya emas, Yevropa. Hamma narsani rejali qilishga majbur bo'lib qolasiz, chunki o'qisangiz, ishlasangiz umuman hech narsaga vaqtingiz bo'lmaydi. Uyda o'tirib, agar bolalarni vaqtini o'sha samarali o'tkazaman, uyimda har doim ozodalikni saqlayman, bolalarimga, o'sha xo'jayinimga, oilamga foydali narsalar pishirib beraman desangiz, o'zingiz nimalarnidir o'rganishni niyat qilgan bo'lsangiz, umuman vaqt yetmaydi даже. Xullas, bizada zerikishga vaqt yo'q. Yakshanba kuni asosan katta uborkalarni qilmayman, o'shaning uchun hamma joy bir sidra yig'ishtirib oldim. Bu paytda xo'jayin bilan o'g'lim halol magazindan produktlarni qilib kelishdi. Bugun bitta o'zbek oilaga mehmonga borib kelishimiz kerak. Ibrohimni tog'asi bilan qoldirib, Bibisarani o'zimiz bilan olib ketamiz. Bugun kechroq o'zimiz uyimizga mehmon keladigan bo'lib qoldi. O'shaning uchun ishlarimni tez tugatib oldim. Bu paytda Pokizaxonam ish boshidalar va bu orada men tayyorlanib oldim. Mehmonlarga ham borib kelib, o'zimizning mehmonlarni ham oshlarni chiroyli qilib damlab kutdik. Buguncha bori shu.